Yo barchaga salom bolalar, mana ismim Kompot va mana video roligimga ham xush kelibsizlar obunachilar. Bugun biz har doimgiday bola izlashlarni qilmaymiz. Sababi obunachilar, bugun mana bu yerda sandiq turibdi va bu sandiq qishloqqa nima gap? Nima gap aka? Chotki. Короче, obunachilar mana bu yerda ko'rganinglardek, bugun biz baliq oviga ketamiz. Baliq oviga chuvalchanglar kerak bo'ladi deydiganlar bo'lsa, obunachilar bugun biz yangicha usul qilmoqchimiz. Bugun qulupnay, hot-dog va shokolad va bodringni shunday qarmoqqa tiqamiz deb shunday bitta baliqchalarni mana shular bilan birgalikda sinab ko'ramiz. Chunki obunachilar, men eshitib qoldim, ayrimlar shunaqa qilib sinab, ko'pgina baliqlar olib qishloqqa san poyla o'tirishing yaxshi emas, lekin bilyapsanmi shuni? Mayli, nima bo'lganda ko'pgina shu nima desam bo'ladi, odamlar mana shunday mana bu qulupnay, shunaqa narsalarni qo'yib, anchagina baliqlarni olib foyda qilmoqda ekan ular. Obunachilar bizga kech bo'lmaganda ikkita baliq tushsa ham chotki bo'lardi, chunki qo'shnimni chaqirib baliqcha ham pishirib, mazza qilib dam olmoqchi bizda bugun kechqurun. Mana bizda nima edi, o'zimizning ko'limiz bor, lekin obunachilar esinglarda biz ham ko'limizdan baliq ovlayman degan paytim o'tgan safargi video roligimizda mashina topib olgandik. Bu safargi video rolikda bitta baliq topsak chotki bo'lardi, lekin mayli. Oh my god, mayli. Mana shu yerga bitta o'tiramiz edi. Birinchi o'rinda nima? Mayli obunachilar, birinchi biza nima desam bo'ladi, mana bu qulupnayni shunday qarmoqqa ilamiz-da, keyin baliq ovlab ko'ramiz. Bitta qulupnay mana bu yerga tashlaymiz. Bitta davay tezroq qarmoqqa ildiramiz-da. Oppa, normalniy. Ana qarmoqqa ilindi. Ana endi bratishka 1 2 3 deganda uzoqroq otamiz. Qani go! Oh my god, buni qaranglar, vashshi uzoqqa uchdi-yu. Davay. Qani kel, bratishka kel. Nimaga kelishga ham olib ketdi chunman. Oh my god. O kelyapti. Davay. Tort. Chumam, nima tortilmayapti? Tort. Katta baliq tushdimi deyman-da, tortilmayapti obunachilar. Chumam, nimaga? Nimadir bo'lganmi yo? Atmeni ham qilib bo'lmayapti. Baliq qo'yor bo'ldi, qulupnay shirin ekanmi? Bo'ldi, bildim. Chumam, nimaga bu ana bo'lyapti? Qani tortaylik qani. Bo'lmayapti obunachilar, bu baliqmi nima, akulami yo kit tushdimi chunman. Yana tort obunachilar, vashi torti bo'lmayapti-ku. Kit tushdimi hozir yo katta baliq akulani kit yeyordimi yo tushunmay qoldim obunachilar. Hozir bizning ko'lga kit degan narsalar yo'q, bunchalik og'ir baliqlar ham yo'q. Yana kel. Qulupnay zo'rmi ekan deyman-da, qulupnay bu torti bo'lmayapti obunachilar, tushunmayapman hozir. Davay tortaylik-da bitta, yana bir marta. Taslim bo'lish yo'q. Davay tortil. Tortilishi ham qiyin-da. Yana baliq kelyapti. Ana. Lekin biz tortmaymiz. 4ta 5ta baliq bo'lib ketib qoldi. Nimadirga tiqilib qoldimi ekan, yoki qarmog'im? Tushunmayapman-da hozir. Tushunmadim hozir. Nimadirga tiqilib qoldimi yo nimadir bo'ldimi hozir? Obunachilar, qanday qilib chiqarib yuborsam ekan? Men qarmog'im tushib ketdi. Ana bizga kerakmidi shu. To'xtaylar, bo'lmasa hozir shunday bir qishloqqa borayda, bir bu suvni pastiga tushmasam bo'lmaydi. Chunki nimaga tiqilib qolgan menga qiziq. Mayli. Xo'sh, qishloq. Chunma bu qishloqni uyiga ketib qolibdi ekan-a. Tushunmadim, ko'chib ketibdimi ekan? Mayli. Qishloq, nima gap? Eshikni och. Gap nima gap, yaxshimisan-a? Nimalar uchirib kelsar bunaqa? Ayni bilasan-ku. Menga shu suv tagiga nafas oladigan damlama, keyin nima edi, men bu ko'zni tiniqlashtiradigan, qorong'ularni ham ko'ra oladigan damlama kerak. Nima uchun kerak? Endi ana olmasam bo'ladi. Shu men baliq qarmog'im tiqilib qoldi-da, tushunyapsanmi? Suvni ostiga shunday tiqilib qoldi. Men shuni bilmoqchiman, nima tiqilib qoldi, nima uchun bunday bo'ldi. Mana tekinga olishing mumkin. Tekin bo'ldi, mana men bu shokolad, bodring. Sen qishloq toza jonga tegding, boki o'tgan sari men kuzatayotganding. Bu qishloqqa nimadir kerakmi bu qishloqqa, mendan hayronman. Mayli, o'zi nima tiqilib qolibdi ekan bu qarmoqqa. Obunachilar, menga juda ham qiziqda hozir. Bitta mana shularni qo'lt ichib olamiz. Hop. Ana endi buni ham ichib olamiz. Hoppa, normal. Ana. Obunachilar, men qaranglar. Uy bormi, tushunmadim. Uy bor ekan obunachilar bu yerga. Tez past tushaylik-da. Mana uy. Bu uy qayerdan keldi ekan-a? Bu uy kimniki ekan bu uy? Toza hamma joyi.
nam bo'lib chirib ham ketishiga oz qolibdi-ku. Bu kim bu suvni ostidan uy qurar savoli ketay olamdan. Sal toza jonga tegdilaringda shu menga tiqilib. Mayli. Qani asta ichkari kiraylikchi, kimdir bormi ekan yoki birorta suv parisimi bormi ekan? Mana qa. Ana hech kim yo'q. Hech kim yo'q, oddiygina uy, qup-quruq uy. Ulanmas, suv ham kirgani yo'q, Minecraft logikasi. Okey, normalniy. Oddiy narsalar. Osh obunachilar, nima deysizlar bunga? Endi obunachilar nima bo'lganda ham obunachilar, bu uyga hozir nimadir deyishga hayronman, lekin hozir qani nimalar bor ekan? Qani bu yerda nima bor ekan? Mana ovqat, pakel, yana nimadirlar, kartoshkalar bor ekan. Oh my god, bu yerda kimdir yashagan shekilli. Men bu tovuq issiqqina bo'lib turibdi. Kapot tushunmadim, nimaga bu yerda kelyapsan? Men hozir men senga savol berishim kerak. Nimaga bu yerda o'tiribsan sen? Bu meni uyim. Sen esa nimaga bu yerda o'tiribsan? Xo'p, endi men senga savol bersam, men bu yerda, короче, qaramog'im tiqilib qoldi. Nimaga suvni ostiga uying tushunmadim. Короче, bilsang agar shu bir shu meni uyimni o'varib ketishdi-da, tushunyapsanmi? Uzoq hikoya bu. Mayli, aytib nima bo'ldi qani? Qisqasi meni uyimni короче o'varib ketishdiki, toza joyga tegdi. Keyin o'sha o'g'rilar o'varib ketishdi. Qara suvni oqishini bu yerda yashab bo'lmaydi, bilasan shuni. Chirib ham ketibman bu taxtalaring. Gapni eshit. Короче, meni o'marishdan keyin men shu xafa bo'ldim. Keyin shu uyimni buzdim. Hech kim bilmadi uyimni buzganimni ham. Lekin men bildim boya. Men buni boy bir hafta oldin buzdim. Keyin shu nima desam bo'ladi, shu mana bu yerga короче, men shu uyga ko'chib oldim, nima shu suvni ostiga, tushunyapsanmi? Toza sinibsan-da, lekin bechora. Xo'p, mayli, kim qaysi o'g'rilar tushunmadim. Bilmayman, shu mana maskadagi odamlardek qo'rqitdi-da meni, shu bilasan-ku, shu sababdan mana shu yerga o'tdim. Shu hafta kelish kerak, shu bugunlar kelib qoladi ular. Har hafta mana shu o'marga tushayotuvdi. Pullaringni olib qo'yishgan, to'g'rimi seni qo'rqitib? Shunaqa desa ham bo'ladi, kapot dedi, bilasan-ku. Bo'ldi, narsalarini yig'ishtirib, bu yerga yashab bo'lmaydi. Men o'zim hal qilib beraman. Qani kim kiysin, meni o'zim shunday maskalarimni shunday boshqa joyga kiydirib qo'yaman. Davay, chiq. Mana shu, короче, mana shu uyim. Bu o'zi bildim o'zi. Qani men bu qishloqning uyi qayerga ketdi deyman-da, shu hayron qolib. Endi bilasan-ku, endi shu meni o'margandan keyin. Tushunmadim. Qani mana seni uying? Mana shularmi? Ha, mana shular. Sen kimsan? Ko'k, qip-qizil kiyimli. Mana shuni meni o'marishayotuvdi. Xo'sh, janoblar, sen oddiy bezori-ku bular. Tushunmadim. Uyni nima qilasizlar sizlar, ha? Biz endi har doim pulini olayotuvdik. Senga nima ishing bor? Davay, boringlar, boshqa joyda anav qilaylik, boshqa joyda o'maringlarchi. Boshqa joyda o'marmasa nima bo'ladi, a? Boshqacha gaplashib qo'yasanmi yo bizlar bilan? Endi mayli, men boshqacha gaplashmayman. Meni do'stim bor, Ishmat degan. Ishmat qani? Mana Ishmat. Ketdi, biza bo'ldi, kechir. Ana Ishmatdan qo'rqishdi. Kapot, buni pistoleting ismi Ishmatmi? Endi bilasan-ki, shunaqa hazil qilib turaman. Mana ko'rishing mumkin, uyingni qaytarishing mumkin, endi qaytib kelishmaydi. Agarda yana Ishmat yordam kerak bo'lsa, meni chaqirsang, bemalol shu Ishmatchan shuni chiqaraman, zat qilib tashlaymiz bo'ldi. Tushundingmi? Davay, bo'pti. Mana men uyini to'g'rilaylar, men uchun mana yerga ko'chiringlar. Bo'ldi, janob. Qishloqqa mana uyini ko'tarishyapti, xursandmisan ham? Endi to'g'rilaymiz unaqa chirib qolgan joylarini. Bo'ldi, kapot, senga katta rahmat, lekin sen kutmagandim bunaqa katta yordam berasan deb. Sana bir oddiygina bir qishloqlarda shu menga yordam bermaysan deb o'ylagandim. Endi mayli. Janob, chotki qilib uyini to'g'ri qilib qo'ying. Mana chotki bo'ldi. Ana uying chotki turibdi. Janob, katta rahmat yordamingiz uchun. Mayli, uka. Endi mana ko'rishinglar mumkin. Ana chotki qishloq ham chirib qo'ygan joylarini aytganimdek to'g'rilaymiz, tushunyapsanmi? Bo'ldi, kapot, gap bo'lishi mumkin emas. Senga katta rahmat. Agarda yana men yordamim kerak bo'lsa, tushunmadim, sen yordamingmi yo meni yordamimmi? Ikkalamizni yordamimiz bu uyga kerak bo'ladi-ku. Ketay oldimdan obunachilarni qaraylik, gapirgan gapim. Obunachilar, sizlarga yoqdimi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Lekin obunachilar, videoni tugatishdan oldin sizlar bitta like, podpiska bosib qo'yinglar. Bitta podpiskani zart pat qilib bosib tashlanglar-da, tushundinglarmi obunachilar? Iltimos bizga juda kerak bu. Chunki agar podpiska bo'lmasa, video qo'yganimiz kelmaydi, bilasizlar. Men ham derdim obunachilar.
bu qishloqqa bezorlar ismini bilmayman. Agarda kim bilsa, shu bezorlarni tanishi bo'lsanglar, shu kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu men tanishim, bu shu Toshmatmi ismi yoki bir Ishmamatmi yo Ilmamatmi, endi nima ham derdim. Mayli obunachilar, bugun sizlar bilan yana kompot bo'ldim. Kelasi video rolikgacha ko'rishguncha obunachilar, xayr, sog' salomat bo'linglar. O'zinglarni asranglar obunachilar. Ko'rishamiz. Xayr. Xayr.